Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'dagi kanalimiz a'zolari hamda bizni kuzatib boruvchilar. Bu yonimizda turgan kombaynimiz qo'lda yasalgan. Nimalar chiqarish uchun mo'ljallangan? Fasol, loviya, no'xat, bug'doy, mosh uchun mo'ljallangan. Zakazga qarab barchasini chiqaradigan qilib ham tayyorlab beraveramiz, maxsus bittasini chiqaradigan qilib ham tayyorlab beraveramiz. Bu kombaynimiz yangilik qilib qo'ydikki, transport holatda yurganda xavfsiz bo'lish uchun orqalariga поворот chiroqlari, stop chiroqlari hamda tormoz chiroqlarini yonadigan qilib montajlarigacha qilib klientimizga topshiryapmiz. Bu albatta hali O'zbekistonda birorta bir usta bunaqangi holatda kombayn ishlab chiqargani yo'q. Xudo xolasa birinchilardan biz bo'lyapmiz. Qolaversa, undan tashqari kombaynimizni qorong'ida ishlashi uchun ham mo'ljallab maxsus chiroqlarni o'rnatib qo'ydik. Bu orqali 24 ga 7 siz sezon paytida ishlashingiz mumkin. Qolaversa, undan tashqari eng muhim foydali tomonlardan yana biri, biz sizlarga kombayn olgan odamga 1 yil garantiyasini beramiz. Bo'lmasa kombaynimizni to'liq aylantirib bir obzorni qilib ko'rsatib beramiz ishlashlarigacha. Men birma-bir aylantirib tushuntirib o'tib ketaveraman, yonboshlariga o'tib. Xo'p, bu kombaynimizning orqa qismida boshqa kombaynlarga o'xshab laganga deyiladi, laganga chiqarmaydi. O'zida maxsus tagida elevator bor. Elevatordan o'sha donlar harakatlanib keladi va ikkita ventilatorga duch keladi. Birinchisi kombaynda ichida turgan xashaklarni so'rib orqasiga otib bersa, ikkinchisi pastda elevatorda harakatlanib kelgan xashaklarni ortib so'rib olib turib orqaga persepga ortib beradi. Bu persepni mana bu orqa qismidagi persepnoga ulanadi. Dalani ichida tortib yurib ishlasa ham bo'ladi, bir joyda turib ishlasa ham bo'ladi. Ularni ham to'liq hozir ko'rsatib ketamiz. Ulab qo'yadigan bo'lsa agar persep orqa qismiga xashaklarni persepga o'zi yig'ib turaveradi. Orqa qismida xullas ishchi umuman ishlashi shart emas. Yana bundan tashqari tushgan xashak, so'rib olingan xashak persepga qarab ketsa, pastdan qolgan don bo'lsa sekin asta noriyaga yetib keladi. Bu noriyada tepaga qarab harakatlanib turib, yonboshdagi bunkerga yig'iladi. Xo'p, o'sha noriyadan tushib kelib turib, bunkerga yig'iladi. Bunkerga yig'ilishidan oldin tepa qismida ko'rsatib qo'yasiz, sal ko'rsatib qo'yasiz. Tepa qismida ventilator mavjud. Mabodo bitta yarimta nima deydi, xashaklar yoki barglar o'tib qolgan bo'lsa, ventilatorimiz uchirib yuboradi, aylanib turib, shabada. Bu joyga 12 qop narsa mahsulot sig'adi, ya'ni 600 kilogramm mahsulot o'ziga oladi. Hamda bu yonbosh qismida maxsus ruchkasi bor. Bu ruchkasi olinsa, ichidagi mahsulot pastga qarab to'kiladi. Bu yerga o'sha qopni qo'yib turib, ochiladigan bo'lsa, mahsulot to'kiladi. To'lgandan keyin qoplab olishingiz mumkin, sharoit bor. Bu bo'lsa maxsus lyuk. Bu lyuk endi avariyaviy holatda, har xil holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'yib qo'yilgan. Yonida mana atrizatorlari hamda tepada yorug'lik berib turuvchi, o'sha bunkerga yoritib turuvchi chiroqlar. Bularni holatini o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p. Eng katta qulayliklardan biri o'tgan yillar rosa shu holatda qilib bering deb zakaz bo'ldi, lekin biz zakazlarni bitirib ulgura olmadik. Bu shinik kombaynimizni oldingilarida shu yerda qo'lda majburlab solib bo'lsa, yanada qulaylik qilib qo'ydikki, narxi o'zgargan, to'g'ri, lekin bu qulaylik, juda katta qulaylik. Bu yerda majburlab solgandan ko'ra, buni ustiga shunday mana bu qismiga panshax deyiladi bizda, shunda solib bu o'zi olib kirib ketadi ichkariga qarab. Don to'kilmaydi ham, chachilmaydi ham. Kerak bo'lsa, boya bekorga aytib o'tmadim, orqa qismida persep uladigan joyi bor. O'sha persepni ulab qo'yib turib, poliyani ichida haydab ketsangiz ham, bu texnikada ham ish bajarsa bo'ladi. Bir kishi solib turadi. Baribir ham siz bir joyga to'plashingizda ham yoki boshqa qilishingizda ham baribir panshaxni to'plash kerak. Undan ko'ra bunga solsangiz, masalan, jatkali kombaynlar o'zimizda ham bor, mavjud. Ularga narxiga nisbatan bu ancha qulay, lekin o'sha ishni siz ozgina mehnat bilan bajarishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa, endi quticha qilib qo'yganmiz, maxsus o'ziga kerak narsalar solib qo'ysangiz bo'ladi. Bu kombaynimizning narxini shu joyda aytib o'tib ketishim kerak. Mana shu holatda qilib bering deyilsa, 80 million so'mga tayyorlab beramiz. Svetlarisiz, yana bir ikkita kamchilik narsalarsiz, kamchiligi bilan bo'ladigan bo'lsa, 75 million so'm 1 yil garantiyasi bilan tayyorlab beryapmiz.
Undan tashqari bu shinegimizda gidromotor bilan yurgiziladi. Gidromotor harakat beradi, o'zi aylantirib alohida sistemada ishlaydi bu shinegimiz. Xo'p, menimcha shulardan iborat edi. Ventilyatorlarni aytib o'tdik. Kimga shunaqangi texnikalar kerak bo'lsa tayyorlab beraveramiz. Bundan kattasini ham, bundan kichirog'i, eng kichkinasi endi mana shu. Bundan kattaroqlarni ham zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. O'sha yana bir aytib o'tamizki, bu narsa 5 xil narsani chiqarish uchun, 5 xil mahsulot chiqarish uchun mo'ljallangan. Mosh, no'xat, loya, fasol, bug'doy uchun mo'ljallangan. Zakazga qarab hammasiga masofa tayyorlab beraveramiz. Qo'lini ham chiqaradi. Ya'ni qaysi ma'noda ozroq navi bo'lsa ham chiqaradi. Dalada shilpa ho'lda chiqarmaydi. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, shunaqangi texnika izlab yurgan tanishlaringga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, bizni podдержка qilib turinglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bir narsa esdan chiqibdi, buni yurgizib ko'rsatmadik-ku. Endi buni yurgizib sizlarga ko'rsatib beramiz. Video shu bilan o'sha yurgizilgan jarayonda oxirida to'xtab o'z yakuniga yetadi. Ikkovi mana alohida sistemada ishlaydi. Kardanimizni qo'shamiz. Orqa qismlari ko'rib baho berib qo'yiladi. Ko'rib chiroqlari. Shu bilan videoroligimizga yakun yasaymiz. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Buni jatkanlardan ham har xilidan bor. Shineksiz variantidan ham tayyorlab beraveramiz. Ular arzonroq chiqadi.